u qiz bilan bir oqshomda uchrashgan edi. Yoshlar bilan to'la ajoyib bir kecha edi. Oqshom so'ngida qizni qahva ichishga taklif qildi. Qiz shu vaqtgacha o'ziga jalb qilmagan, bir og'iz gaplashmagan yigitning taklifidan hayron bo'ldi. Lekin tarbiyalilik belgisi sifatida 5 daqiqaga birga o'tirishga rozi bo'ldi. Shundoqqina burchakdagi qahvaxonaga kirdilar. Yigit shu qadar hayajonlanardiki, yuragi urishidan hatto gapira olmadi. Uning bu holi qizni ham noqulay ahvolga solib qo'ydi. Men endi ketishim kerak deyishga chog'lanib turgan ham ediki, yigit birdan ofitsiantni chaqirdi. Kechirasiz, menga qahvamga qo'shish uchun ozroq tuz uzata olmaysizmi? Dedi. Hatto yonidagi stolda o'tirganlar ham yigitga hayron bo'lib qarashdi. Qahvaga tuz? Yigit uyatdan qip-qizil holga keldi, lekin tuzni qahvasiga soldi va icha boshladi. Qiz ajabsinish bilan, ajoyib odatingiz bor ekan, dedi. Yigit tushuntira boshladi. Yoshligimda dengiz bo'yida yashardik. Doim dengiz bo'yida, dengizda o'ynardim. Dengizning tuzli suvi ta'mi og'zimdan hech ketmaydi. Shu ta'm bilan katta bo'ldim. Shu ta'mni sevdim. Qahvaga shuning uchun tuz qo'shib ichaman. Har doim tuz ta'mini sezsam, bolaligimni, dengiz bo'yidagi uyimizni va baxtli oilamni xotirlayman. Ota-onam hozir ham o'sha dengiz bo'yida yashashadi. Ularni va uyimni shunday sog'indimki. Bularni gapirarkan yigitning ko'zlari bexosdan yoshlandi. Qiz eshitganlaridan juda ham hayajonlangan edi. O'z tuyg'ularini bunday samimiy aytgan, uyini, oilasini bunday sog'ingan odam, uyi, oilasini sevgan bir inson bo'lishi kerak. Uyini o'ylagan, uyiga intilgan, uyidan panoh topa olgan bir odam, tuyg'usi bor bir odam bo'lishi kerak. Qiz ham suhbatlasha boshladi. Uning ham uyi uzoqlarda edi. Bolaligi kabi u ham oilasi haqida gapirib berdi. Juda ham shirin bir suhbatlashdilar. Iliq va maroqli. Va bu suhbat ikki qalb bog'lanishining shirin bir boshlanishi bo'ldi. Tabiiyki, uchrashishni davom etdilar va har bir yaxshilik bilan tugagan ertaklardagi kabi malika va shahzoda turmush qurdilar va umrlarining oxirigacha juda ham baxtli hayot kechirdilar. Malika shahzodasiga qachon qahva tayyorlasa, ichiga bir qoshiq tuz solardi. Butun umr bo'yi tuzli qahvani yoqtirishini bilardi chunki. 40 yildan keyin yigit bu dunyo bilan vidolashdi. Vafotimdan keyin o'qiysan deya suyukli ayoliga bir maktub qoldirdi. Satrlarda shunday yozilgan edi. Suyukligim, yolg'izginam, iltimos meni kechirgin. Butun hayotimizni bir yolg'on so'z ustiga qurganimiz uchun kechir. Senga hayotimda bir marotaba yolg'on gapirdim. Tuzli qahvada. Birinchi marta ko'rishgan kunimizni eslay olasanmi? Shunday hayajonlangan va shunday shoshib qolgan edimki, shakar deyishni o'rniga tuz deb yubordim. Sen va atrofdagilar menga qarab turganlaringdan adashib ketdim deyishga juda ham uyaldim. Yolg'onimni davom ettirdim. Bu yolg'on bizning munosabatlarimizning tamali bo'lishi mumkinligi hech xayolimga kelmagan edi. Senga bir necha bora haqiqatni aytishga harakat qildim, ammo har safar seni ranjitishdan qo'rqqanim uchun fikrimdan voz kechdim. Hozir o'layapman va endi qo'rqish uchun hech bir sabab yo'q. Haqiqat shuki, men tuzli qahvani yoqtirmayman. Uning ta'mi juda ham bemaza va bu bilan birga zarracha bo'lsa ham pushaymon emasman. Sen bilan bo'lish hayotimdagi eng katta baxtim edi. Va bu baxt uchun men tuzli qahvaga qarzdorman. Dunyoga yana kelish, hammasini boshqatdan yashab ko'rish,
sen bilan yana tanishish va butun hayotimni sen bilan yana o'tkazishni xohlardim. Buning uchun ikkinchi bir hayot bo'yi tuzli qahva ichish majburiyatida qolsam ham. Keksa ayolning ko'z yoshlari qog'ozni ivitib yubordi. Bir kuni nabiralari bilan suhbatlashib o'tirganida ular undan bobosi ichgan tuzli qahva qanaqa edi deya so'rab qolishdi. Ayolning ko'zlari namlandi. Juda mazali dedi. Bir akşam yonimda qol